Assalomu alaykum do'stlar. 2026-yil 30-aprel sanasida bahor gilosimizni dushmani keldi. Yangi sortlar bular. 3 yashar. Dehqonaga necha yashardi bu? 4 yashar bo'pti bu gilosimiz hozir. Rasa Early Lawrence bahorda o'rniga mana qo'shmagan bo'lmasa ekan. Men upakovkasini bitta ko'rsatib qo'ying. Yiriligini qarang. Bir dona ham qo'shmaga bo'lmasa ekan. Bu xudo xolasa buni ichida chaynatuvchisi albatta 2-3 ta orasiga ekib qo'yishimiz kerak. O'zi ham chaynaverar ekan, chaynatuvchi qo'ysa yana ham ko'p hosil berar ekan, ham kalibrlari ham zo'r bo'lar ekan, keyin qo'shmag'i bo'lmasa ham. Buni albatta reklama qilish, ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Kimga shunaqa ishonchli mevali ko'chatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz mana. Opalarning mehnatiga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shu gilosga o'xshab bitta qizartirib qo'yasizlar. Faqat doim sizlarga zo'ridan zo'rini bilasizlar, zo'ridan zo'rini tavsiya qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Mana bu tomonlardan ko'rsatib qo'ying. Yaqinroq olib keldim mana. Dona bo'lgandi, bu haqiqat. Bahorda o'rniga ekishlarni tavsiya qilamiz. Bizni Quvvat Olmazorda, lekin 10 kun oldin pishadi bu. Xudo xolasa kechadan boshlangan uzish jarayonlari. Opalarimizning mehnatiga bitta like bosib o'tib ketamiz. Sog' bo'lasizlar.